Tövende barlıq tamashbin yo'ldoshlarninki qizg'in kayfiyatiga Abdukarim Ablis, Tumirxon Ro'zi, Ruqiya Umul Qosimlarning ijrosida har kallada har xiyol. Qani, marhamat. Uraymaxu! Uraymaxu! Vay. Kimdi bu? Qo'noqliqni vaqirgandek vaqirab. Bu! Men, Turaxon. Ha? Men sening akang, Turak. Oy, akamma. Voy, qada aka, ahvoling yaxshimi? Qachon kelding? Ya, Allah, so'mkani ichiga qo'yib qo'ydim. Jura. Nima bu sarangining qibidek egiz bino kirib olib. Derazalarni chingni dumlab qo'shqalar chiqingni chingni taqab o'tirdi ekansiz ukam. Shuni qaraganda bu shaharda o'g'ri olganbek jiqib ketdimi yo qo'qincha qolib ketdingmi? O'tir aka. Nima bo'lding? So'zlab qolibsan-ku. Ya ukam, nemancha egizgimi chiqib olgansa jin tashib chiqqanday. Aka, bu degan shahar yeziga o'xshamaydi. Sen buni tushunmaysan. Aka, sen birdan o'tirib turgin. Men kirib choy damlab chiqay. Sal turib tomoq qilib berma aka. Nima desa? Tomoq qilib berma? Ha? O'g'a valla. Tomoqni sen qilsan xotning nima ish qilafkan? Bu shahar kelganiga 4-5 yil bo'la olmaylan. Uraymaxun degan ismingni Saymaxun o'zgartirib qo'ymoqchisan. Muborak bo'lsin. Kirqat tushishni bilamsan? Bilasan. Voy, aka. Bu degan shahar tursa, ayolim sal kechikib berak kelaman dedi. Shunglashqa tomoq qilib beray deganga to'yg'izib tuyatding-ku. Ya men senga o'xshash bir umr pensiyaga chiqmaydigan dehqon bo'lsam bo'ladimi ya? Nima gapni? Dehqon bo'lganning nimasi yomon? Ha? Sen bir shaharga osmonda tok kuchib qolmagan bo'g'iyting, qosibi shaharlikning oti bo'lsa dehqon emas. Ha? Bizning milliy urf odatimizni, kiyim-kechak madaniyatimizni, qo'shnichilik munosabatlarimizni saqlab qolayotgan yani biz dehqonchimi afkam? Azraqni pul topsa, to'tsa haraqni loy suv ichib, o eriqlarni masab yetib qolganlarmi yo'q emas-ku. Vay, ifkam endi bu araq ichgandan keyin odamni shanjang shuji qilmaydi ekan. Shu mas qiladigan gapga. Bu ishim asosida o'ngishilib ketadi ifkam. Aka, sen men bilan ko'rash qil keldingmi yo gap talash qil keldingmi? Ha, o'tir ifkam, o'tir. Ifkam, endi senmi bizning juttarib o'tmagilar ish kushilib qoldi. Ham seni sig'inib qoldi ifkam. Uning o'zi sen men shaharda ichgandek yolg'iz emasman. Endi seni alayda yo'qlig'ach, uningdan keyin men senga bir azroq g'ashtim tushgan ifkam. Shuni bir aslak bir bunda masala sag'ash kelib edim. Bayatın aka qo'shaqlik etding, bir ishga yo'liqmi qolsa kecha. Qo'yg'ina ifkam. Bu shahar kirmayli nervam sal o'ylab qoldi ifkam meni. Adam ko'pigan, anglamagan ajoyib ishlar yo'liqdi deyman. Ha, nima ish bo'ldi? Akşam mashinada sal kechirib chiqib qoldim afkam. Shuni endi uyanga uzunli kelay desam, xotinimda sal xijlab qoldim. Shu uzunli bir mehmonxonaga tushgan. Shuni yotoqda yolg'iz yetib qolibdimi? Endi yotay deb tursam, yotoqning telefoni jiringildi. Shuning telefonini shunda olasam, bir qiz bola qanabaza. Nima deganligini uqolmayli. Toza anglayolmadim degana shuning bilan ha ma'qul debdimi? Birdamda qolsam, tak chekilibla. Suratdek bir qiz bola tak kiribla. Nima deydi? Nima deydi? Qilin gap qilib atadi. Sen nima deding? Shikayat desam, sen meni telefonda kel degan bo'lmas kelmaydi. Men mangdirib avar qildim shunga. Mangdirib avar qilganim uchun pul bersa deydi. Pul berdingmi? Sarangmi men bekadimga pul berib, ko'rgan odamga pul bergan men bir shafaatchi jigim olmasam. Ana olmasmı bu ballık olmasmı değil mi? Ha? Muş kızlarını bir ata-anası ne arzu ümmetlerden bek çok kan boğayı tefkan. Muş bala, küçük vaxtıda bala ikinci ma. To'g'ri deysan. Demisimi, undaq ishlar yo'q emas. Hey, ashlar hosh qilib pul topgan bo'lsa-chi. Vay, ifkam. Saman aralashmasa lay olmas, bay olmas deydigan nimalar bor. Haras o'tir ifkam. Ha. Saqalingni uyda oljima. Qanday deysan? Ifkam, anglasam, ba'zi shakli o'zgargan satrashqonlar paydo bo'lib qolibdimish. Ashanim chataq deydi. Har xil maraz kasallarning hammasi ashada yuqamish. O, tov degina aka. Ahli va odam undaq yerga hargiz bormaydi. Bu degan nima to'g'ri. Ay, aka, biz quruqli o'tirib ketdik. Jura ishga uy kirib, choy ichgach bir paranglashaylik. Bo'ldi. Jura. O'tir.
Çayni ile ayağın kelgen içine bir de otur. Bo'pti. Voy ras, ayağın kelmedi ukam taka. Bugun bir chayim bor, kechirib kelaman degandi. O, ayağın çay ketdi. Özenge yediğin namı yokmuş ya dostlarda. Ukam, sel dikkat kıl cuma. Bu ayağın çay oynayma dep çayını bir yere tökülüp köydürüp koymuşsa yana. Okunu buzgan kala, xotinni buzgan tala degan gap bor cuma ukam. Aka, bu her degan ishonch ustiga qurilgan bo'lishi kerak. Men ayolim ishonma, u hargiz unday ishlarni qilmaydi. Ukam, anlasam men ranglik deydigan bir so'ri paydo bo'lib qoptimi? Agar sen diqqat qilmasang, men turmushim rangsizlashib, qardab ketmasa yana. Astag'firullah, nimada qilgansan aka? O ranglik so'rindikilar turmushdagi faqat bir qismli odamlar. Hamma odamlar bir tayoq taydigan olmaydi. Mening ayolim savodoshlari bilan birlashib choy o'ynatadi. Choyda tushgan pullarni yig'ib, namratlarga, yetim esirlarga, o'qishsiz qolgan bolalarga, xayri saxovatli ishlarga ishlatyotadi. Anda yeri olsa, mayli kamanda. Aka, o bo'libdi. Sen burun xotin kishilagandan keyin uzun ahli qisqa detding. Endi qo'ndaq demaydigansan? Ya, ukam, unda degan olamdigan. Sening xotiningni chesh qisqa tursa. Uraymaxon, qarab ukam. Haqiqatan isli xotini olsa. Andayring oldigan bo'lsa, mush isli xotini ag'imning sharpiga seni bozorga chiqib bir mehmon kerak. Jura Uraymaxon, jura ukam. Jura Uraymaxon. Aka. Ya'ni bu Uraymaxon demang. İbrahim degina bunda. Astagfirullah ukam. Sen shu Uraymaxon deb ko'nib qoldim Uraymaxon. Ukam. Jura ukam, jura. Aka. Makila. O'tira. Bir gap qilsam ko'ngling keladimi? Dava? Tala bir so'g'a qo'ymagan ekan, tumuqingda ilibta, alag'illarning oldida bir qism turgan, odamni xijil qilib. Gap qilsam so'zli deysan ukam. Bu tumuqimni sana nari tiklashda? Bu bir baş kiyim degan ukam bir millatning belgisi bu. Başka asallık milletlermi Yiğit bayramlarida, her xil murasimlarda, çoğun yig'inlarda o'zining milliy kiyim-kechaklarni, baş kiyimlarini tahrirlab kelib o'tirgan go. Buning bir hijdoqidek neri bor? Sen men bilan birga chiqib qolsang, aloqalaring seni, akang saraliqkan, ma'tukan deb qolamkan. Esingda bo'lsa, men aslimda hargiz olmayman. Sen mana shu dop tumoqlarimizni kelib cho'g'ilgan jumakam. Bu degan shahar. Qarg'uning shahriga olsang bir ko'zani qis degan gap bor. Qarg'uning shahriga olsang bir ko'zani qis degan mani. Men shaharga kelganda qarg'u ko'rmadim. Ko'zimni qismayman. Men sana deb qo'yay, sen oyoq mevli yuzini qancha maylavog'ini olamma, sen baribir negr ololmaysan. Sen yanılı sen. Qachon keldingiz aka? Uydagilar yaxshirayotganda? Voy, aşiqammi sen? Ma bolini, bag'azir kichiklar ketibdi. Seni xotining shudu, Shu, aka. Oyshiqam emas, Oyshamda. Oyshem. Ishqillar birdan paranglashib o'tirib turinglar, men tamoq qilib chiqay aka. Ya. Oyshem. Oyshem. Mana qil, tamoqni sen turib bozorga chiqib deyli. Qanda? Endi sizmi keldingiz? Men de hozirlik deydigan gapimni bir debtay. Bu qatim men kelishimdan ukam. Bu ishqinglar azroq g'oyishdim tushib, sizlardan bir yordam so'rab kelgan ukam. Qanday ishingiz bo'lsa deyvering aka, qo'limizdan kelsa chuqur yordam qilamiz. Rahmat ukam, rahmat. Aka, bizning ahvolimizni o'zing bilsa qara. Biz ayol ikkalamiz muoshlik odamlar. Bu oylik muoshimiz u oyga oraliq urishidi. Bu muosh degan-go o'lmasning to'g'risiga sana yordam qilamasmizmi-ki? Ukam, u kim qilmaysizlar? Bu shahar deganda pul jiq ketadi ekan. Bu optopdan boshqa hamma narsani pulga sotib olamiz. Uning ustiga Oyshamning enisi to'y qilaman degandi. Bodi yo'q jiqqan pulimizdan hammasini shuniga berib turdik. Hay, astag'firullah. Ma bola nima deyotgandi? Ukam qachon sizdan pul oldi? Jim o'tirib, akam puldan qachon olamiz? Uning ustiga biz yutib to'y qilib kelgancha, mayada to'y qilmadik. Ma al og'illarga, idoradagi xizmatdoshlarga to'ychi beradigan gap. Buningga pul ketadi aka. Raskam to'ychi vermisan, sat turdi. Jim bo'lmaydi. Lekin to'ychini cho'qim berish kerak. To'ychini cho'qim qilamiz ukam. Lekin oddiy sadiq qilinglar. Ba'zi odamlarda qajilib ukam, ko'z qilma deb hashamat qilib yurmanglar. Bu restoran deganda ukam shu isrof bo'layotgan narsalar-ku. Bizning yezdagi ba'zi dehqonlarimiz 1 yil yedi jumafka. Ammo hammamiz shu o'zimizga xosmanda beliqi yotqanlik qilib pusulganimiz yaxshi ukam. Kim acha shuylar isrofchilikning dardini tatib qolmasak bo'ladi ukam. Qachon to'y qilamiz deyishdi. Pul topganda qilamiz.
Astagfirullah ukam, bu bunda deb kelsanglar faqat qamlashmabdi. Bu men tursam nimadan xijil bo'lasizlar? Ha? Qanday gap bo'lsa, menga desanlamda pul lazım bo'lsa. To'g'ri. Alaska. Mana 5000 koy. Bu Men uyani muborakligini bo'lib qolsin ukam. Ala. Yana lazım bo'lsa men bajmab ukam bermayman. rahmat aka. Rahmat. Herkes tatılma. Biz bak ukam, herkes boynunu sıkılmışsın. Aka. Sen bu yordam so'rab kelding, da'vat etding. Sen bizdan pul so'rab kelmaganmi? Yo'q gapni qilmag'in ukam. Bizning hol kunimiz biringa o'xshamaydi. Hozir yaxshi bo'lib ketdi deyman. Men endi bir unzalt qurmoqchi edim ukam. Shunga men 2000 qurilish laylaydigan yerda bo'lgan ekan, shu unzaltining xaritini siz biramdikin deb kelgan. Chataq yo'q aka. Buncha olajaq pulni nereden topding? Qarz olmagansan? Nima deydiganda ma'qul ukam? Achchiq tomoqning ichida odam bor. Oltinning qadrini zaga biladi, axlatning qadrini paga deb. Ukam. Shunga menda yig'ib, avaylab ishlatgan bo'lg'achqa, ataq pul yig'ibdi. Shunga bir zaltim birini quray deb qoldim ukam. Agar yana lozim bo'lsa men beraman juma. Bo'ldi. Ayım, aka marhum. Shunga. Aka, biz hozir pulga ehtiyojliq emas. Uning ustiga sizning bu pulni topmoqingiz oson emas. Bu pul yana o'zingizni qolib qolsin aka. Yaxshi ko'nglingiz bizga tegil bo'ldi. Ya manda desangiz men hech qilmayman. Oshama. O'zingizni qolib qolsin aka. Ya ukam, men lazım bo'lsa men beraman. Az ko'rman. Men ko'nglim. Manda qilsangiz men hech qilmayman ukam. Astagfirullah. Amma qo'ydim. Bu bugün çayda yığılgan pul. Biz bu pulni nereye işlesek bular deb o'ylashib turgan edik. Bu pulni ishqinglar o'qigan boshlang'ich maktabga iyoni qilib yetaylik. Aka, siz bu pulni o'z qo'lingiz bilan shu boshlang'ich maktabdagi nomrod o'quvchilarning o'z qo'liga topshirib bering. Men aka. Ukam bu Odam degan mehr muhabbatdan ayrilib qolsa hargiz bo'lmaydi. Bu gapingiz to'g'ri ukam. Sizlar rost agar pulga ehtiyojli bo'lmasanglar, men bu yerda qarab tursam bo'lmas. Endi men ma'qulga mani ketib, men shu maktabga iyoni qilib o'tay ukam. Qanday? Rahmat aka, rahmat sizga. Arzimaydi ukam, arzimaydi. Rahmat.